Onlayn andoza bilan ishlash. Andozani PDF formatini fayllarga yuklab olamiz va kompyuterdan chiqartirib olamiz. Qog'ozlari videoda ko'rsatilgan ketma-ketlikda joylab olamiz. Qaychi bilan kesish belgisi ko'rsatilgan joylarini kesib chiqamiz. Xuddi shunday kesib bo'lganimizdan keyin raqamlar ketma-ketligi bo'yicha qog'ozlarni bir-biriga ulab yopishtirib chiqamiz. Qog'ozlarni yopishtirayotganda ozgina millimetr ham surilib ketmasin yopishtirganinglarda, bo'lmasa shu ham xatolikka olib keladi. Bu esa tayyor andoza. Bu qog'ozda esa qaysi qism nechtadan bichilishi yozilgan. Yeng qismi 2 detal, ribanasi 2 detal va qaysi matolari ishlatish tavsiya qilingani haqida ma'lumot bor. Har bitta andozani ehtiyotkorlik bilan kesib olamiz. Shunday qilib bizda 2 yeng qismi, 2 ribana, 2 oq qismi, bitta zamok plankasi va har bitta old orqa qismlardan bittadan. Chaqaloqlar uchun mos matoni tanlab olamiz. Ribana, zamok, andozani matoga joylab, bulavka bilan mahkamlab chiqamiz va har bitta andozani atrofida chok qoldirilgan, tayyor. Biz chok qoldirmasdan har bittasini kesib chiqamiz. Yeng oq qismi va ribanalari 2tadan bichib olamiz. Tikishni eng birinchi mayda detallardan boshlaymiz. Ribanalar, zamok tikiladigan joylarini avirok qilib olamiz. Ikkita yelka qismini bir-biriga ulaymiz. Yenglarni tikamiz. Yeng ulab bo'lgandan keyin yon choklarini tikamiz. Zamok uchun plankani dazmollab olamiz. Bo'yniga tikiladigan ribanani ham dazmol qilib olamiz. Plankani xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib tikib olamiz. Burchak qismi esa zamokni bekitib turishi uchun. Ribana zamoklarini matoga tikib olamiz. Bu planka chaqaloqlari badaniga zamok botmasligi uchun tikiladi. Zamok tikib bo'lgandan keyin pastiga oq qismini tikib olamiz va oyoq taraflarini ham tikib olamiz. Oxirida ribanalarni ulab, yaxshilab har bitta joyini qattiq bosib dazmol qilib olamiz. Bodini andozasidan 62-razmerini tanlab oldim. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga loyiq razmeri bo'ladi. Yana shunaqa videolar chiqarishimni xohlasanglar, kommentda yozib qoldiringlar. Bu esa bodini tayyor holati. Zamoklari bo'yin qismiga ham xalaqit bermaydi. Matosi ham aynan chaqaloqlarga mos, yumshoq material. Keyingi videoyimda shu ko'ylakka 1 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan razmerini tikishni o'rgataman.